Assalomu alaykum hammaga, hurmatli bo'lajak yuristlarimiz, prokurorlarimiz, sudyalarimiz. Bugun sizlar bilan O'zbekiston Respublikasi fuqarolik to'g'risidagi qonunni ko'rib chiqamiz. O'zbekiston Respublikasi fuqaroligi o'zi bu nima degani? Fuqarolik nima degani? Do'stlar, qaranglar, fuqarolik bu shaxsni davlatga huquqlari, majburiyatlari bilan bog'liqligidir. Ya'ni siz shu davlat bilan, qaysidir davlat bilan bog'liqsiz. Fuqarolik bitta yoki ikkita fuqarolik bo'lishi mumkin. Bizning O'zbekiston Respublikamizda hamma uchun bir fuqarolik belgilangan, ya'ni hamma O'zbekiston Respublikasi fuqarosi hisoblanadi. Ya'ni bizda ham O'zbekistonning fuqarosi, ham Rossiyaning fuqarosi mumkin emas. Ya'ni ham O'zbekistonning, ham Rossiyaning fuqarosi bo'lishi mumkin emas. Faqatgina butun hududda yagona fuqarolik o'rnatilgan. O'zbekiston Respublikasi fuqarolari jinsi, irqi, kelib chiqishiga qaramasdan hamma qonun oldida teng. O'zbekiston Respublikasi fuqarolari hech bittasi bir-biridan baland emas, bir-biridan past emas. Hamma teng huquqli, teng majburiyatlidir. O'zbekiston Respublikasi fuqaroligidan o'zi mahrum qilish holatlari bor, lekin boshqa holatlarda mahrum qilish mumkin emas. Prosta tak zerikkanidan mahrum qilib bo'lmaydi. Xo'p, endi O'zbekiston Respublikasi fuqaroligini tasdiqlovchi hujjatlarga bu birinchisi O'zbekiston Respublikasi fuqarosini pasporti, identifikatsion kartasi yoki fuqaroligi mavjudligini ko'rsatuvchi boshqa hujjat kiradi. Demak, birinchisi bu identifikatsion karta, pasporti biometrik yoki fuqaroligini ko'rsatuvchi boshqa hujjat kirar ekan. Qaysi hujjatlar desa, masalan, 16 yoshga to'lmagan farzandlarga, ya'ni bolalarga bu tug'ilganlik to'g'risidagi guvohnoma yoki ma'lumotnoma beriladi. O'zbekiston Respublikasi fuqaroligini olish asoslari. Mana shu joy tushadi. O'zbekiston Respublikasi fuqaroligini olish asoslarini ko'rsating desa, qaysi holatlarda O'zbekiston Respublikasi fuqaroligini olsa bo'ladi degan desa, tug'ilganlik bo'yicha olsa bo'ladi, bola farzandlikka olinganda olinsa bo'ladi, O'zbekiston Respublikasi fuqaroligiga qabul qilish va uni tiklash natijasida olinadi. Demak, shu 3 ta holatda O'zbekiston Respublikasi fuqaroligini olsa bo'lar ekan. Endi tug'ilganlik bo'yicha qanaqa olinadi? Masalan, ota-onasi bo'lsa, ota-onasi O'zbekiston Respublikasi fuqarosi bo'lishi shartmi? Xo'p, holatlar bor, tushuntirib o'taman. Birinchisi bu 14-moddaning A bandiga ko'ra ota-onasi, yolg'iz otasi yoki onasi O'zbekiston Respublikasi fuqarosi bo'lishi kerak. B bandga ko'ra ota-onasidan biri O'zbekiston Respublikasi fuqarosi, boshqasi esa fuqaroligi bo'lmagan shaxs bo'lsa yoki bedarak yo'qolgan shaxs bo'lsa, olgan bo'ladi. Olsa bo'ladi. V bandi ota-onasidan biri O'zbekiston Respublikasi fuqarosi, boshqasi esa chet el fuqarosi bo'lsa, fuqarolikni olsa bo'ladi. Endi agar bola O'zbekiston Respublikasi hududida tug'ilgan, ota-onasi yolg'iz otasi yoki onasi u tug'ilgan paytda chet davlat fuqarolari bo'lgan yoki ota-onasi biri chet davlat fuqarosi bo'lsa, boshqasi esa fuqaroligi bo'lmagan shaxs bo'lsa, bola tug'ilganlik bo'yicha O'zbekiston Respublikasi fuqaroligini olmaydi. Tushuntirib beraman. Qaranglar. Bola O'zbekiston Respublikasida tug'ildi, lekin otasi chet el fuqarosi, onasi fuqaroligi bo'lmagan shaxs. Bu holatda bola O'zbekiston Respublikasi fuqaroligini olmaydi. Chunki 14-moddada berib qo'yibdi, ota-onasidan bittasi hech bo'lmaganda O'zbekiston Respublikasi fuqarosi bo'lishi kerak. Shu joyiga e'tiborli bo'lasiz. Lekin bitta joyi bor. Ota-onalardan ikkalasi ham fuqaroligi bo'lmagan shaxs bo'lsa, bola O'zbekiston Respublikasi fuqaroligini oladi. Demak, shu joyiga e'tiborli bo'lasizlar. Demak, bolani ota-onasi chet el fuqarosi bo'lsa yoki bittasi chet el fuqarosi, bittasi fuqaroligi bo'lmagan shaxs bo'lsa va O'zbekistonda bola tug'ilsa, bola fuqarolik olmaydi. Fuqarolik oladi qachonki bolani ota-onasi O'zbekiston Respublikasida tug'ildi bola, bolani otasi O'zbekiston Respublikasi fuqaroligiga ega emas, ya'ni fuqaroligi yo'q shaxs. Fuqaroligi bo'lmagan shaxs, umuman hech qaysi davlatda fuqaroligi yo'q. Shunday bo'lsa, ya'ni apatrid, shunday bo'lsa, bola O'zbekiston Respublikasi fuqaroligini oladi. Boya aytib o'tganimdek, farzandlikka olganda ham nima qilinadi? Keyin do'stlar, bizga testga kerak bo'ladigan joyi bu qabul qilish tartibi, ya'ni fuqaroni O'zbekiston Respublikasi fuqarosi sifatida qabul qilishda 3 ta tartib bor. Umumiy tartib, soddalashtirilgan tartib va alohida tartibda. O'zbekiston Respublikasi fuqaroligini qabul qilishni o'rganib chiqdik. Endi sizlar bilan O'zbekiston Respublikasi fuqaroligini tugatilishini o'rganib chiqamiz. Qaysi holatda O'zbekiston Respublikasi fuqaroligi tugatiladi? Qaranglar. Birinchisi bu fuqarolikdan chiqish orqali, ikkinchisi bu yo'qotish orqali. Chiqish orqali bu o'zingiz masalan O'zbekiston Respublikasi fuqaroligidan chiqmoqchisiz, iltimosnoma berasiz, bo'ldi, chiqasiz. Yo'qotish esa bu yerda qoidalar bor, hozir tushuntirib o'taman.
Birinchisi shaxs fuqaro chet el xavfsizlik xizmati, ichki ishlari, huquqni muhofaza qiluvchi organlarga ishga kirsa. Ikkinchi, xorijda yashovchi shaxs konsul nimamiz bor, bizning posolstvamiz, konsullik nimamiz, hisobimiz. Konsullik hisobimizga 7 yil davomida kelmasa. Uchinchisi, O'zbekiston Respublikasi fuqaroligiga bilib turib yolg'on ma'lumotlarni ishlatgan holda qabul qilingan bo'lsa. To'rtinchisi, agarda shaxs chet davlatning foydasini ko'zlab faoliyat ko'rsatgan, ya'ni shpionaj, sekret, O'zbekistonning davlat sirlarini, xavfsizligiga, tinchligiga rahna soluvchi har xil sirlarni chet elga olib chiqib sotgan bo'lsa, agar shaxs ixtiyoriy ravishda chet davlatining fuqaroligini olgan bo'lsa, agar shaxs chet davlatining fuqaroligini tug'ilganlik bo'yicha yoxud chet davlat fuqarosi bo'lgan otasining yoki onasining fuqaroligi asosida voyaga yetmagan yoshida olgan bo'lsa, ya'ni 21 yoshgacha, masalan, O'zbekiston Respublikasi fuqaroligini olish huquqi bor unda. Shu 21 yoshgacha boshqa davlatning fuqaroligini olgan bo'lsa, u O'zbekiston Respublikasi fuqaroligini yo'qotadi. Bu joyini e'tiborli bo'lamiz do'stlar, chunki bu BMBda tushish ehtimoli bor joylari. Xo'p, asosiy fuqarolik to'g'risidagi qonunni tushuntirdim. Qaranglar, hozir O'zbekiston Respublikasi identifikatsiya ID kartalarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi nizom bor. O'shaning ichida sizlarga imtihonda tushishi mumkin bo'lgan juda ham nozik joyi bor. Hali uni hech bittangiz eshitmagansiz bu ma'lumotni. Qaranglar, yangi 9-sinfda bergan, o'zi o'quv dasturida biometrik pasporti deb nima mavzu berib ketganda, biometrik pasport hozir bizda ID karta bo'lgan, to'g'rimi? Endi eskiladi biometrik pasport, lekin 10 yildan keyin u ham yo'qolib ketadi. Hozir identifikatsion kartaga o'zgargan. Identifikatsion karta eski 9da yo'qligi uchun siz yangi nashriyotdan yangi narsa o'qishingiz kerak. Ya'ni sizga DTMda tushadi. Masalan, 1 yoshdan 16 yoshgacha bo'lgan bolalarga identifikatsion karta necha yilga beriladi? Bilmadingiz, yiqildingiz. Do'stlar, qaranglar, mana shu joyiga e'tiborli bo'lamiz. ID karta O'zbekiston Respublikasi mulki hisoblanadi va buning egasi O'zbekiston Respublikasi himoyasida bo'ladi. Endi ID karta qanday muddatlarga beriladi? Yangi tug'ilgan bolalarga 1 yoshgacha bo'lsa 2 yil muddatga beriladi. Bola yangi chaqaloq tug'ildi, 1 yoshgacha bo'lgan muddatga 2 yilgacha beriladi. Savol tug'iladi. Tug'ilganlik to'g'risidagi guvohnoma beriladi-ku, kimni aldamoqchisiz deb. Do'stlar, identifikatsion karta faqat ota-ona so'rasa beradi, ya'ni ixtiyoriga ko'ra, ota-onalar vasiylarining ixtiyoriga ko'ra beriladi. Masalan, siz bolangizni chet davlatga olib chiqmoqchisiz. Guvohnoma bilan qiyin bo'lishi mumkin yoki qanaqadir yana hujjat ishlari bo'lishi mumkin. Sizga identifikatsion karta kerak. U masalada siz murojaat qilishingiz mumkin va yangi tug'ilgan chaqaloqqa 1 yoshgacha bo'lgan muddat, ya'ni 1 yoshgacha bo'lsa, 6 oylik, 7 oylik, 1 oylik, 1 yosh 2 yil muddatga beriladi. 1 yoshdan 16 yoshgacha bo'lgan shaxsga 5 yil muddatga beriladi. Bu ham ota-onalarning ixtiyoriga ko'ra. 16 yoshdan boshlab 16 yoshga to'lgan shaxslarga 10 yil muddatga beriladi. Juda ham mana shu joyga e'tiborli beringlar. Asosiy joylari shu ekan. Hammaga kattakon rahmat. Video darslarni har kun jo'natmaganligimiz uchun uzr so'rayman. Hozir ham mana takoy xumuriy bo'lib video olyapman, chunki sizdan oldilaringizda juda ham uyalyapman. Men bitta mehnat qilsam, harakat qilsam, uni 100% oqlashga harakat qilaman. Ya'ni masalan, sizdan pul oldimmi, uni 100% oqlab, keragidan ortiq foydasi bilan berishga harakat qilaman, lekin mana shu oxirgi 1 oyda meni xohlaganimdek, o'zim xohlaganimdek hech kimga xizmat ko'rsata olmadim. O'sha uchun uzr so'rayman. Shunchalar hozir настроением yo'q, lekin Xudo xohlasa har kun 5 tadan video olib jo'natib tashlaymiz. Imtihongacha ulgurasizlar hammasiga. Hammaga kattakon rahmat. Yaxshi yuringlar, charchabanglar.